Toshkentdagi eng yirik qush bozor bilan tanishtiraman. Kir urish bilan o'ng qo'lda mana quyonlar sotadi. Bozor lokatsiyasi Telegram kanalda. Quyonga qiziqqanlar bo'lsa, video opisiyaniyada telefonlarini qoldiraman. Mana bu tuxumlarni qaranglar mana. Xonaki g'oz tuxumlar. Xonaki tuxumlarni, go'shtlarni, parranda go'shtlarini hammasini qilib beradilar. Telefonlarini video opisiyanida qoldiraman. 13-14 kilo mana. Kurka go'shti kerak bo'ladimi? Mana shu odamga murojaat qilasizlar, telefonlarini video opisiyanida qoldiraman. Dakan xo'rozlar. Videoni saqlab qo'yinglar. Barcha ma'lumotlar shu videoda. Hozir Kanarika ishqibozlari. Xonaki tuxumi, chirchidan olib kelasiz tog'a. Kimga kerak bo'lsa, telefonlarini video opisiyanida Telegram kanalda qoldiraman. Hozir bo'lsa Kaptar ishqibozlari. Videoga like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'ysanglar minnatdor bo'laman. Gapiradigan to'rt qushlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefonlarini video opisiyanida qoldiraman. Bultur ham men bilan video qilgan bu bola. Ha? Bilan nomlardan Kelsanglar. ikki qilib beramiz. Nukus bozoriga bo'lgan sayohatimiz o'z yakuniga yetdi. Nimaga xayr, joninglar sog' bo'lsin. Savol javobinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar.